Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar, ustozlar, hurmatli tinglovchilar. Men Termiz davlat universiteti Milliy libos va san'at fakultetining musiqa ta'limi kafedrasining mudiri dotsent Abdulayev Tursunovman. Oktyabr-noyabr oyida men ham sizlar qatorlaringda shu malaka oshirishda bo'lishim kerak edi, lekin men o'sha ikkita o'quv qo'llanmamni chiqardim o'tgan an'anaviy xonandalik yo'nalishida. Bugun shuning uchun sizlarga mahorat darsi o'tib bermoqchiman. Shogirdlarim mana an'anaviy yakka xonandalik yo'nalishi 4-kurs talabalari, shogirdlarim Abdurahmon Ermatov hamda Alovuddin Shermatovlar bilan birgalikda bugun mahorat darsi o'tamiz. Shuning uchun hozir fanimizning nomi ham yakka maqom xonandaligi. Darsimiz amaliy bo'ladi. Hozir mana shu shogirdlarim ijrosida mana 4 yil davomida ancha xalq qo'shiqlari, mumtoz qo'shiqlar, maqomlar, hamma o'sha yo'nalishlarda qo'shiqlar o'rganib kelyapmiz. Bular mani eng yaxshi talabalarim hisoblanadi. Shular bilan 4 yil davomida o'rgangan qo'shiqlarimizdan orasidan terib chiroylilarini sizlarga ijro qilib namoyish etib beramiz, keyin undan so'ng yangi asar o'rganamiz. Hozirgacha mana ikkita shogirddan ikkita chiroyli qo'shiqni eshitamiz. Sizlarni kunlarga havola etamiz. Alovuddin, endi o'rgangan qo'shiqlarimizda o'zingga yoqqan birorta yaxshi chiroyli qo'shiqni ijro qilib berasan. Qaysi qo'shiq ma'qul senga? Hozir Xolxo'ja To'xtasinov musiqasi Mashrab G'azali bilan hech kimga ma'lum emas asarni ijro qilgan. Hech kimga ma'lum emas. Tolibjon Baland ijro etgan, buni birinchi ijrochisi. Yaxshi.
o'sha qancha ko'p narsalar ijro qilganmiz, ulardan tanlab o'zingga yoqqanini ijro qilib berasan endi. Nimani ijro qilamiz? Furqat G'azali bilan Oqkim asarini ijro qilamiz. Jo'raxon Sulton musiqasi. Jo'raxon Sultonov. Jo'raxon Sultonov o'zini o'sha ustozi o'zi birinchi ijro qilgan bu narsani bilasan? Aytganmiz ana. Shogirdlar, men 2 yillik xizmatim, 2 yilda 2 ta o'quv qo'llanma chiqardim. Ancha mumtoz qo'shiqlar, klassik qo'shiqlar, maqomlarimiz, xalq qo'shiqlaridan jamlab bitta o'quv qo'llanma chiqardim. An'anaviy xonandalik deydi, 20-yilda chiqarganman buni.
kiyib to'layotib chiqarganmiz. Buning ichida o'sha mumtoz qo'shiqlar biz o'rgangan darsda, mashg'ulotda foydalanadigan qo'shiqlarimiz juda ham ko'p. Bu yerda ko'p ustozlarning faoliyatlari berilgan. Zamonaviy o'sha ustozlar, bastakorlar yaratgan asarlarni kiritilgan. O'sha mashhur bastakorlar Abdulaziz Imomov, Sherali Jo'rayev, ular keyin Faxriddin Sodiqovlar yaratgan asarlar kiritilgan edi. Gulzorim, o'sha zamonaviy qo'shiqlardan Sen bahorni sog'inma degan fasl qo'shiqlar. Xullas, xonandalikka mos, sizlarning ovozlaringga mos tushadigan qo'shiqlar tanlab kiritganmiz. Endi shu mana shu fursatdan foydalanib, mana shu qo'shiq, shu o'quv qo'llanmaga kiritilgan Gulzorim qo'shig'ini sizlardan o'rganamiz. Gulzorim endi bu qo'shig'i juda mashhur. O'sha ustozimiz O'zbekiston xalq hofizi Hoji Abdulaziz Abdurasulov yaratgan asarlar bular. Hoji Abdulaziz ustozimiz ko'p asarlar yaratgan, beboshchalar yaratgan, Samarqand qishloqlari, Qurbon o'lam, Gulzorim, Qo'shchinor, yo'sha bir qancha narsalar yaratgan o'xshaydi. Ijro etib ketganlar o'zlari ham. Mana shu Gulzorim qo'shig'ining kelib chiqishi o'zlari o'sha manbalarda bor. Gulzorim qo'shig'ini o'sha Eshvoy kuyidan olingan ekan. Eshvoy kuylari bilan. Keyin Eshvoy kuyidan Eshvoyni yana o'zgartirib Xorazm yo'nalishda qilib Xorazm Eshvoyi yaratilgan keyin o'sha Eshvoylar bor. Buni bilan orasida keyin Gulzorimlar yaratilgan. Gulzorim o'sha Eshvoylardan olingan qo'shiqlar. Gulzorimlar birinchi ijrochisi o'sha Hoji Abdulaziz Rasulov bo'lsa, ikkinchi ijrochisi Ortiqxo'ja Imomxo'jayev. O'zbekiston xalq artisti, xalq hofizi Ortiqxo'ja Imomxo'jayev. Ortiqxo'ja Imomxo'jayevning faoliyatini manbalardan topib o'rgangan. O'sha ham juda ko'p qo'shiqlar ijro qilgan. Beboshchalar, Gulzorimlar, beboshchalar, qo'shchinorlar, mana bu cho'liroqlar ijro qilgan. Juda ko'p narsa ijro qilgan O'zbekiston xalq hofizi Ortiqxo'ja Imomxo'jayev. Juda mashhur hofiz bo'lgan o'sha. Gulzorimlar shuni me'yoriga yetkazib ijro qilgan o'sha kishi. Keyin Rasulxon Mamadaliyevlar jo'ravozligida o'zini sheriklar bilan Qahramon Qori degan ustozlar shu kishilar hamma rasullar Gulzorimni ijro qilgan. Bularning Gulzorimni hammasini ijrosini bir-biri bilan farq qiladi ijrosi. Farqi avjlarda farq qiladi, qochirlarda farq qiladi, ovoz diapazonida farq qiladi qo'shiq Gulzorim. Mana keyin Tojiddin Murod, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tojiddin Murod ham buni jamiyatga o'tkazgan. Eshitgansan, to'p bilan ko'p beradi. Keyin O'lmas Sayjon ham ijro qilgan buni. Saf boshqacharoq o'sha ey Gulzorim voy rahmaylagorim deb ijro qilgan bo'lsa Rasulxonlar. Rasulxonlar o'sha Ortiqxo'jayev, Imomxo'jayev yo'nalishda ijro qilgan yo'lda. O'lmas Sayjonda esa ey Gulzorim voy rahmaylagorim zoringlatma qo'yma saf-safar. Keyin bulardan keyin mana yaqinda Gulzoda Xudoynazarova qizlarimizdan, xotin qizlarimizdan Gulzoda Xudoynazarova juda me'yorga yetkazib ijro qilgan ayollardan. Buni Maktubat Daboyeva ham aytgan, hamma ayollarimiz ijro qilgan buni. Lekin mana bu Gulzodaning talqini mutlaq boshqacha bo'lgan. Unda ham ovozda o'zini yuragini, qalbini qo'shib me'yorga yetkazib, avjlarni bor balandonlarni olib kelgan bor, me'yorga yetkazib ijro qilgan. Gulzoda Xudoynazarova. Bular endi bular Gulzorim juda ko'p xonandalar ijro qilgan, hammasi o'ziga xosligi bor. Hammasini eshitsang maza qilasan. Bir-biridan chiroyli ijro qilishgan. Asarni o'zi chiroyli. Mana shu ustozimiz, o'sha ustoz xalq hofizlari Hoji Abdulaziz Rasulov mana shu chiroyli asarlar yaratgan. Mana shularni sizlarga tavsiya qilaman. Mana shunaqa mashhur asarlarni o'rganishlaring kerak. Bular avloddan avlodga o'tib kelishgan. Hoji Abdulaziz bizga yetib keldi, bizga yetib keldi, bizdan sizlarga yetkazyapti. Sizlardan keyin sizlar avloddan avlodga o'tkazib ketaverasizlar. Bu qo'shiqlar o'lmas qo'shiqlar. O'sha Navoiy g'azaliga Gulzorim qo'shig'i bastalangan. O'sha Navoiy usulini qo'yib aytgan, me'yoriga qo'yib ijro qilgan. Buni katta simpoziumlarda ijro qilingan masalalar, chet ellardan ustozlar borib sahnalar, katta sahnalarda ijro qilgan masalalar. Bular o'lmaydigan asarlar. Bularni sizlar har doim bunaqa asarlarni yod bilishlariga, ijrolarini
Buni qancha ko'p ijro qilsang, shuncha qo'shiq pishib boraveradi. Kamchiligi bitib, qo'shiqlar bor, 10 yilda ham ovozingga tushmasligi mumkin. Qancha ko'p ijro qilsang, shuncha o'zini inson buni xonandalar buni o'ziniki qilib aytish kerak. Agar o'ziniki qilib aytsang, mana oldin ijro qilganlardan farqing ham bo'ladi. O'zingga har kimning qalbi haq bo'ladi. Har kim o'zini qalbini qo'shib aytadi. Keyin har bir hofiz o'zini diapazoni bo'ladi, ovoz diapazoni bo'ladi. O'zini dardi bo'ladi, o'zini qochirimi bo'ladi. Ovoz imkoniyatlari bor. Har kim o'zini ovoz imkoniyatiga kelib chiqib ijro qiladi. Birov pastroq, birov bir ton baland, bir ton past aytadi shunday. Shuning uchun sizlarga shu qo'shiqni tavsiya qilaman. Men sizlarga hozir qo'shiqni ijro qilib beraman. To'liq sizlar o'sha yozuvlarni beraman sizlarga, radioda bor, mana kitobdan kutubxonadan kitobni olasizlar. Mana kitobda hamma so'zlari bilan, notalar bilan berilgan. Bular sizlarga ertaga hamisha kerak bo'ladi. Kutubxonaga borsanglar kitob bor. Mana bu kitobdan o'z so'zini qarab kuzatasizlar, men sizlarga ijro qilib beraman. Keyin shu yerdan birga o'rganamiz. Endi qo'shiqni o'rganish uchun asl o'sha pardadan aytmaymiz. Sabab ovozni qiynamaslik. Ovozlari baland bo'ladi. Shuning uchun qo'shiq toki nolalari, qochirimlari, bo'g'inlari joyiga kelib tushguncha biz pastroq pardadan aytib o'rganamiz. Keyin har kim hamma o'sha aytgan yo'lni bilib o'rganlaridan so'ng o'zlarini tovush pardalariga aytaverasizlar. Ungacha mana pastroq parda. Uyda mashq qilganda pastroq pardada aytib mashq qilish kerak. O'sha nolalar chiqish kerak. Bo'lmasa ovoz charchatib qo'yasizlar. O'sha pardadan olaman desang, ovoz pardangda ovozing charchab qoladi. Yaxshi bo'lmaydi. Ovoz kasallanishi mumkin. Ovozni qiynamaslik kerak. To o'rganguncha. Qo'shiqni yaxshi o'rganib, tahlil bo'lgandan keyin birdan o'sha o'zlarining pardalari har kim o'zicha ijro qilaveradi. Xohlasang o'zlarining pardani kelishib olib, jo'r ovoz bo'ladigan bo'ladi. Jo'r ovozga aytsang, juda chiroyli chiqadi. Mana Rasul Xolim Mamalayevda buni jo'r ovozni juda chiroyli yo'lga yetkazib ijro qilgan. Jo'r ovoz aytsagan bo'ladi. Buni yaxshi o'rganib, keyin jo'r ovozni konsertlarda aytaveradi, tadbirlarda aytaverasizlar. Bo'ptimi? Men pastroq parda aytib beraman. O'rganish uchun
Aşkın Allah
sezib turibman, ko'p eshitgansizlar, aytmas, endi asta so'zlarimizni qarab o'rganamiz. Chunki bu o'sha xonandalar, xalq yo'lida ijod qilayotgan xonandalar ijro yo'lini bilmasam, asli bir marta aytgandan men sizga shu aytib kelaman. Chunki qo'shiqlarni juda tanish uchun tez chiroyli ijro qilyapsizlar. Hozir yana boshdan kelamiz, xo'p, o'sha joygacha. Keyin qolgan aujlarni zapislarga qarab, yozuvlarga qarab o'zlaringiz sekin tayyorlab kelasizlar. Bizda mustaqil ta'lim degan narsa bor. O'sha mustaqil ta'lim degani o'zlari mana ustaga aytgan yo'llarni ijro qilib berdim. O'sha audio yozuvlar bor. Bilmaganlaringiz keladigan darsga kelasiz, kamchiliklarni to'ldirib ketaveramiz. Ungacha sizlar mustaqil o'zlaring uyda shug'ullanasizlar, zapislarni eshitasizlar, yozuvlar, audio yozuvlarni eshitib, tayyorlab men kelib ijro qilasiz. Keyin kamchilik bo'lsa birga jo'rib aytaveramiz, o'rganamiz. Okeymi? Yozuvlarni sizlarga berganman. Oldin 5-ta qo'shiqlar bergan, shular orasida Gulzor ham bor. O'shani yozuvlarni eshitib tayyorlab kelasizlar. Bo'ptimi? Buguncha hozir mashg'ulotimizni tugatamiz. Kelgusi darsda yodlab o'rganib keyin kamchilik bo'lsa, o'rganib qo'shiq o'rganib aytaveramiz. Hamma yo'nalishlarda, iloji bo'lsa hamma keyin mana uslublarni qaysi hofizlar qanaqa ijro qilgan bo'lsa, sizlarga o'sha ijro har bir ijro yo'llasiga asosida o'rgatib ijro qilib beraman o'zim sizlarga. Yoki audio yozuvlar bo'lsa, audio yozuvlarni 5 ta Gulzor aytgan hofiza 6-7 ta hofiza aytgan bo'lsa, ayni zapislar bor. Shularni olib ta'lim qilinadi. Qaysi ijrosini, qaysi tomonni, qaysi chiroyli ijro qilib, o'shani olib o'zlarining sharoit chiroyli Gulzor chiqarsa bo'ladi. Qarang, Gulzor sen ijro qilsang, uni sen ijroingda o'sha Hoji Abdulaziz ovozini ideal kelib turadi, ovozini nimasi kelib turadi. O'lmas Saidjon bor, Tojiddin Murodov bor, Rasulxon Mamadov ijro qilib, ular har bitta ijroingdan agar hammasini tinglasang, bitta ijrodan hammasi kelib turadi. Bir joyga Rasulxon o'xshab ketadi, bir joyga Tojiddin Murodov o'xshab, bir joyga O'lmas Saidjon o'xshab ketadi. Bir joylar bu qochimlar o'zlaridan qochimdan tushib qolishi mumkin. Shuning uchun hamma qani kim chiroyli ijro qilgan bo'lsa, hammasini eshitsalar o'zlariga uslub yo'l paydo bo'ladi. Bitta eshitgan odam sizlarni
hammasini o'shalardan hammasini xayoli, hamma hofizni ijro qilgan hofizni xayolini ko'z oldida o'taveradi bitta ijrodan o'zida. Shuning uchun bu mahorat kerak, bunga ko'p ish kerak. Kamida ko'p ishga o'shanda chiroyli bo'ladi. Qayerga bo'lsalar ham o'sha eshitgan odam maza qiladi. Sizlarga rahmat aytadi, xonadonga rahmat aytadi. Qo'shiqda o'zini ham o'sha ustozlarni qilariga o'xshab bo'ladi. Bu ustozlarni ko'plari ijro qilib ketgan. Mana sizlar izdosh avlod hisoblanasiz. O'sha keyingi avlodga ular Gulzorimga o'xshagan ko'plab qo'shiqlarni o'rganamiz sizlar bilan. O'zlaring ham mustaqil qo'shiqlar beraman, o'zlaring uchun tayyorlash uchun. Sizlarga rahmat. Buncha mashg'ulotimizni o'tamiz. Sog' bo'ling. Rahmat.